Assalomu alaykum hurmatli Stack Service'imiz mijozlari. Shu aksiyali propan kampriklarimiz qo'yilishda davom etmoqda. Elektronikamiz Stack200 Gofas, Polsha originali, Farsunka 01 to'rttali Polsha original mahsulot hisoblanadi. Reduktorimiz Norveç Italiya original. Qo'yilib bo'ladi original reduktorda. Двойной filtrlar bilan italyan qishilanglar, o'rin ko'rsatadigan datchik bilan to'liq qo'yib berganmiz. Kobaltimiz hali emaslar. Avtosalondan to'g'ri yurib kelgan. Shu 16 kilometr uzoqlikdagi avtosalondan olingan. Arqa sistemasi 47 litrli balon, italyanskiy Tomasetta original armatura, o'rin ko'rsatadigan datchik va fitting trubkalar bilan balonni joylarigacha shumka yotqizib, full variantda qo'yib berganmiz. Narxi nima 700-800 ming arzon, o'sha ekonom bo'layotgandir degan savollar bo'lishi mumkin. Ekonom emas, bu Stack Service kompaniyamizdan aksiya davom etyapti. 20 ta propan, 20 ta metan kelgan, ana shu narxda qo'yib beryapmiz. Bemalol kelib Stack Service xizmatlarimizdan foydalansanglar bo'ladi. Sizlarni kutib qolamiz.